Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz ko'plab insonlarda uchraydigan muammolardan biri bu tizza bo'g'imida suyuqlikning yig'ilishi. Ko'pchilik insonlar orasida shunaqa noto'g'ri o'ylash, ya'ni noto'g'ri fikrlash ham mavjudki, bo'g'imda suyuqlik yig'ildi, uni endi operatsiya qildirish kerakmi? Yoki bo'g'imdan suyuqlik oldirish mumkin emas, yoki bo'g'imdan suyuqlik oldirsa, bo'g'im suyuqligi tugab qoladi degan o'y-xayollar bo'ladi. Bu har doim ham to'g'ri fikrlash emas. Keling, shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tizza bo'g'imi suyuqligi degan nima o'zi va u qanday vazifalarni bajaradi? Tizza bo'g'imi suyuqligi normal va sog'lom odamlarda albatta o'z normativida bo'ladi. Suyuqlikning asosiy vazifasi bo'g'imni yog'lab, moylab turish, harakatlarni yengillashtirish va tog'ay qavatini oziqlantirishdan iborat hisoblanadi. Ya'ni bo'g'im suyuqligi bo'g'im uchun eng kerakli komponentlardan biri hisoblanadi. Lekin bo'g'im ichida yallig'lanish, jarohatlar va infeksiya natijasida bo'g'im ichidagi bezlarning aktivlashishi kuzatiladi. Buning natijasida esa bo'g'im suyuqligi ko'p miqdorda ishlab chiqiladi. Bu esa bo'g'imning shishiga, ya'ni hajmining kattalashishiga olib keladi. Tizzaga suyuqlik yig'ilishining bir qancha sabablari bor. Shulardan qisqacha qilib sanab o'taman. Birinchisi bu jarohatlar, ya'ni sport mashg'ulotlari, sport o'yinlari va bo'g'imning bir qancha turli xil jarohatlar natijasida kelib chiqadi. Menski yirtilishi, boylamlarning jarohatlanishi, cho'zilishi yoki turli xildagi travmalar natijasida bo'g'imga suyuqlik yig'ilishi kuzatiladi. Buning asosiy belgisi bir necha soat va bir kun ichida bo'g'imlar tezda shishib, suyuqlik ko'p miqdorda yig'ilib qolishi mumkin. Keyingi holatlardan biri bu osteoartroz, ya'ni o'sha siz bilgan tizza bo'g'imining yallig'lanishi, yemirilishi hisoblanadi. Keksalarda va yoshi kattalarda ko'plab uchraydi. Buning asosiy belgilaridan biri bo'g'imning g'irchillashi, kechqurunlari va yurib kelgandan keyingi og'riqlar hamda ertalab tizza bo'g'imining qotishi, mana bu osteoartroz kasalligining belgisi hisoblanadi. Keyingi kasalliklardan biri bu sinovit, ya'ni yallig'lanish hisoblanadi va eng ko'p suyuqlik yig'adigan kasalliklardan biri ham shu sinovit hisoblanadi. Sinovit nima? Bu bo'g'im kapsulasi ichki pardasining yallig'lanishi hisobidan bo'g'imning ichki qismida suyuqlikning ko'plab ishlab chiqarilishi va sinovit kasalligi ko'pchilik holatlarda surunkali holatda uchrashi mumkin. Sinovit kasalligida suyuqlik ko'p yig'ilganligi sababli bo'g'im harakatlari ancha cheklanadi. Ya'ni bukish harakatlarga bemor qiyinchilik sezadi, ammo bo'g'im atrofida qizarish yoki yallig'lanish belgilari kuzatilmaydi. Va yana belgilardan biri bo'g'im ichida bosimni sezadi bemorlar. Va mana shuning hisobidan ham bo'g'imda harakat anchagina cheklanib qoladi. Yuqorida sanab o'tganlarimdan eng xavflisi bu infeksiyalar hisoblanadi. Ya'ni infeksiya natijasida bo'g'imda suyuqlik yig'iladigan bo'lsa, tezkorlik bilan vrach nazoratida bo'lish tavsiya etiladi. Bunday holatlarda bemorlarda kuchli og'riq, yuqori temperatura va bo'g'imning harakati absolut cheklangan bo'ladi. Bemorlar hatto oyoq ham bosishga qiynalib qolishadi. Bir qancha revmatik kasalliklarda ham bo'g'im suyuqligi ko'payadi. Bularga misol qilib keltirishimiz mumkin. Revmatoid artrit, polartrit kasalliklarda ham bo'g'im suyuqligi ko'payadi va buning natijasida shish paydo bo'ladi. Yuqoridagi shikoyatlar bilan kelgan ko'pchilik bemorlar shpris bilan suyuqlikni olib tashlash mumkinmi yoki olib tashlangandan so'ng kasallik yaxshi bo'lib ketadimi degan savollarni berishadi. Har doim ham emas. Ba'zi holatlarda suyuqlikni olib tashlasa bemor holati yaxshilanadi. Lekin bu simptomni, ya'ni o'sha suyuqlikni va shishni kamaytiradi, ammo kasallikni to'liq davolash degani emas. Qachon so'rab olish mumkin? Ya'ni o'sha travmalardan so'ng bo'g'imda haddan tashqari ko'p suyuqlik yig'ilishi, sinovit kasallikda ko'p suyuqlik yig'ilishi, umuman suyuqlikning ko'p miqdorda yig'ilishi bu so'rib olish uchun birinchi ko'rsatma hisoblanadi. Va bo'g'im infeksiyasi holatlarida ham diagnostika va tekshiruv maqsadida bo'g'im suyuqligi so'rib olinadi. Bemorga ancha yengillik bo'ladi va undan so'ng bemorga davo muolajalarni tavsiya etiladi. Bunday holatlarda qanday tekshiruv o'tkazish kerak? Ya'ni bo'g'imda suyuqlik bor yoki yo'qligini albatta eng oddiy tekshiruv usullaridan biri bu UZI apparatda ko'rish mumkin va zamonaviy tekshiruv usullaridan biri bu MRT tahlili hisoblanadi. Qachonki sizda isitma yuqori bo'lsa, shish 1-2 kunda qaytmasa va shishning hajmi yanada kattalashib ketadigan bo'lsa, sizning bo'g'imingizga harakat cheklanish tobora kuchayib boradigan bo'lsa, zudlik bilan ortoped travmatologga ko'rinishingiz tavsiya etiladi. Bo'g'imda yig'iladigan suyuqlik va shishlar
bu kasallik emas va kasallikning bir signali hisoblanadi. Agar kasallikka to'g'ri tashxis qo'yib, uni o'z vaqtida davolaydigan bo'lsak, sizni shish va suyuqlik yig'ilishlari qayta bezovta qilmaydi. Ushbu mavzu bo'yicha va sizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va keyingi mavzularimiz nima haqida bo'lishi haqida ham o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin.